Mashinamni polirovka keramika qildirim. Endi umuman chizilmaydi. Bu yolg'on xabar. Keramika bu shisha kabi nano qo'plam vazifasini bajaradi. Suvni o'ziga ushlab qo'ymaydi, har xil quyoshdagi zararli moddalarni kraskaga zarar yetkazmaydi. Foydalari suvni ushlab turmasligi, changni ma'lum bir qismini o'ziga olmasligi, quyoshdan keladigan har xil zararlarni kraskaga zarar yetkazmasdan saqlab turishi va qushning axlatlaridan himoya qilish vazifasini bajaradi. Keramikadan so'ng mashinangiz uzoq vaqt davomida yaltirab turadi, moyka qilish osonlashadi, vaqt va pul tejaladi. Keramika faqat surtib qo'yilmaydi. Keramika qilishdan oldin mashina to'g'ri tayyorgarlik qilinishi kerak. Bu uchun birinchi moyka qilinadi, 3 etapli polirovkadan so'ng yana bir moyka, moykadan keyin polirovkadan qolib ketgan kuzovdagi yog'lar olinadi va to'g'ri gradusda keramika qilish boshlanadi. Keramika o'xoti bo'yicha moykada har xil moykalarda moyka qilmaslik kerak, nano keramika va vosk ishlatmaslik kerak. Albatta original fibra latta olib yurishingiz kerak bo'ladi. Agar keramikaga to'g'ri o'xot qilsangiz 1 yildan 3 yilgacha xizmatingizni qilib mashinangizni yondirib beradi. Keramika o'zi necha sloy qilinadi degan savolga 1-2 sloy O'zbekiston sharoitida surtsangiz bo'ladi. Bu sredniy keramika surtish jarayoni hisoblanadi. 3 va 4-sloy O'zbekiston sharoitiga maslahat bermayman, nimagaki O'zbekiston sharoitida professionalni o'xot qilish ozgina qiyinlashadi. 3 va 4-sloylik keramikada mashinangizga professionalni o'xot kerak bo'ladi. Sifatli va professionalni keramika qildirmoqchi bo'lsangiz, albatta Maykars House-ga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bizda hozir skidka ketyapti. Skidka narxlarini profildagi videodan ko'rib olishingiz mumkin. Albatta, profilimga podpiska qilib qo'yinglar. Sizlar uchun yanada yangiliklarni ko'proq chiqaramiz.